Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar, hurmatli quloq suvchilar. Biz No'xatdagi Orol degan oyilga kelib qoldik. Orolda tega uloq bo'lyapti. Sizlar bizning kanaldan olsoy, sizlar bizni kanal ko'rib turibsizlar. Tega uloq qanday bo'ladi? Oldida qanday qiziq narsalar kutib turadi. Ondan sizlar bizning kanalda qo'llab, like bosib turibsizlar. Jana shundaylar daha bir deksen aytib ketayin sizlarga. Yaqinda bir cho'ng uloq bo'ldi ekan. Onu da sizlarga tortib ko'rsataman. Sizlar ko'rib bilib turibsizlar. Assalomu alaykum ukam. Qanday, yaxshimi? Yaxshi. Qancha yoshdasan ukam? 12 yoshda ekan do'stlar. Kichkina bolalar uloq chalib yuradi. Bularga ko'rib turibsizlar, sizlarga yaqindan tortib qanday bo'ladi? Uloqlarni tortib ko'rsatib beraman. Bugün 4 noyabr 2021 yıl dostlar. Bu жақта polyada bo'ladi ekan, unaga dostlar, cho'ng polyada talada ekan dostlar. Bu jag'i oldi ekan, bu jag'i bu dag'ili oldir. Bu jag'i bo'lsa to'g'ri dostlar, to'g'ri qor jog'di, yomg'ir jog'ayotgani uchun hozir. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz, yaxshimi? Sog'liqlar zo'rmi? Qayerdan keldingiz siz? Qoraturpoqdan keldingiz. Yaxshi. Teka uloq ko'rayin deb kelibsiz-da? Yaxshi. Ot to'xolasa tayyor ekanda teka uloqqa. Tayyordan. Qancha yoshda otingiz? Boshqachaga sunliq. 3 dan 4 gacha o'tadi ekan bunaga. Bugacha chalib yurgansiz uloqlarda? Yaxshi. Yaxshi. Qanchaga chiqdingiz o'zi? Yoshingiz qanchada? 60'da otalar chalib yuradi. Ot ko'rib qo'yingizlar do'stlar. Ot qanday ekan? Baho beringizlarchi. Qaysi shahardan kelib qolgan shunda otingiz? Rossiyadan kelib turib bunaga. 4 yoshda ekan. Bunaga do'stlar, endi boshtaluvda endi odamlar cho'g'ilsa boshlayotgan bunaga. Ko'rib turibsizlar, bayqab turibsizlar. Mana gelmez. Oy pergila qizil taytga bitta. Haydi. Iya. Mana gel. Mana gel. Uloq ko'tarildi do'stlar. Teka uloq ekan. Qancha kilogramm chiqib qolayotgan ha? Bilmadingizmi? Teka. Assalomu alaykum. Chiqiz aka, qanday, yaxshimi? Esol yaxshimi? Sizmisiz aka? Ishlar bo'ldi-ku. Ot bilan keldingiz uloqqa. Keyin ko'rishib qo'yaylik. Assalomu sizmisiz? Otingiz qanday edi paradasi? Qora bayr. Bishkekmi? Qancha yoshda shunda? 4 yoshda ekan. To'xolasa uloqni olatkasizlar ham, ha? Yaxshi. Mana janob uloq qaytdi. Tashlang jo'rga. Negizi otlar endi cho'g'latgan. Bu yoqda kechroq boshlanib qolibdi uloq negizi. Ko'ringizlar. Mana do'stlar, uloq boshlandi. Ko'raylikchi, qaysi otlar mıqtı dengeldi, çalışat mıqtı oyuncularda
Körölü sorunlar var deyip ne olacaktı? Qanday sorunlar var? Anıqtan çoğu görüyoruz. Görüp, bilip turumuzlar. Bu vaxtı taşladı. Bagi Çıngiz polvonda ko'tarib tur do'stlar. Çıngiz degan polvon ekan. Janobi videonun oldida ko'rsatgan bo'ldik. Hay! Aral bir degan oldu da. Bola ekan. Aralıq bola ekan. Uloq endi boshlanayotgan do'stlar. Aka do'stlar, uloq boshlandı o'xshaydi. Menimcha. Mana ki ot jig'ildi do'stlar. Ot jig'ilib tushdi. Onlar öz Bana kanalda tok var eken yeter bolay. Göde kayda. Göde kaydır falan. Aka uloq ko'tarildi. Janobi Göderak taşaylar.
Yukarılara kara. Yukarıya gel. Onaga dostlar. Teke. Çoğun teke eken. Teke. Bir gel hadi. Kim buna kadar tutun? Ne yine? Oturmasın ha. Sen qancha yoshdasan ey? 12 chiqdingmi? Yaxshi, uloq cho'g'im deb ketdi-da toy bilan. Mana aka do'stlar. Teka uloq boshlayotgan, otlar cho'g'ilayotgan, sekindan cho'g'ilayotadi. Qizi ve oldida o'xshaydi, menimcha. Bu toyda meni olsun ertel ha? Ay yaxshi. Qanchaga chiqdi bu toying? Birga chiqdimi?